Assalomu alaykum hurmatli komanda, yaxshi keldingizmi? Tinchmisizlar? Hammanglar. Bugun bizada Abbosxon yangi mavzuni ochib berishni istadi. Bu mavzu, men o'zim aytdim mavzuni, sana aytganimdan. Ya'ni bugun kanalda instrument sinib qolishi mavzusi bo'yicha nima bo'ladi? Ya'ni dish ildizini davolab turgan vaqtida dish kanalining ichida instrument sinib qolsa, qanday taktikalar qilinadi? Olish kerakmi, yo'qmi? Bemor bilishi kerakmi, yo'qmi? Instrument sindi, bemorga aytish kerakmi, yo'qmi? Keyin qachon olish kerak? Qanday holatlarda olish kerak? Qanday holatlarda xirurgik yo'l bilan olish kerak? Qaysi holatlarda qoldirib yuborish mumkin? Qaysi holatlarda perforatsiyaga uchratamiz? Bunda tish ildizining anatomiyasining farqi bormi, yo'qmi? Va hokazo. Case ko'p emas, prosta ma'lumot ko'p. Har doim ham ma'lum teoriya hamma joyda to'g'ri bo'lavermaydi. Uni o'zingiz ham yaxshi bilasizlar. Ya'ni individual holat bor bemorning, kanalning katta kichikligi bor, ildizni katta kichikligi bor. Ya'ni ba'zi holatlarda kanal keng bo'ladi, lekin ildiz yupqa bo'ladi. Ya'ni uni yonidan aylanib o'taman desa, bypass qilinadigan bo'lsa yoki boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, baribir perforatsiyaga olib kelib, keyin oqibati yomon bo'lishi mumkin. Lutshi qoldirgani ma'qul bo'ladi shu vaqtda. Shu vaqtda bemor bilishi kerakmi, yo'qmi shu ma'lumotlar? Endi batafsil Abbosxon o'zi tushuntiradi. Abbosni hurmat qilaman. Birinchidan operatsiyalarda yaxshi assistent bo'ladi, ikkinchidan ma'lumot o'qiydi. Ancha ko'p ma'lumot o'qiydi, ham уже bu yil bitirayotir. Bu video chiqincha уже bitirib ham bo'ladi bu. Узкий spetsializatsiya bo'yicha intilishi ancha katta. Узкий spetsializatsiya bo'yicha. Demak, mutaxassis degan odam tor mutaxassislik bo'yicha bir sohani zo'r professionali bo'lishi kerak degan teoriyani tarafdori. Men ham shuni tarafdoriman. Lekin etap-etap, masalan, men buni xirurg bo'ladi deb planlashtirib yurgan edim. Lekin o'zini istagam xirurg bo'lishidan oldindan baribir bazisni, tagini, endo, resto, keyin kaferdamlardan o'tib, ortopediyadan keyin xirurgiyaga o'tish plani bor, yo'q emas menimcha. Hammasini ham professional bajarish niyati bor. Вообще-то sizlarni hammangizdan ham xuddi shunday narsani kutaman. Men biron narsa o'rgandim, bo'ldi deb yig'ishtirib, deb o'zlarimiz kibrlanib ketishimizni istamayman to'g'risi. Hamma narsani hali hech kim oxirini yetgani yo'q. Dальше что? Leksiyani eshitamiz. Hammaga rahmat. Boshlang Abbosxon. Kesaytirgan joylarini kesib tashlanadi. Kesamiz. Chopamiz. Xo'p, iloji boricha shu yaxshi ma'lumot berishga harakat qilaman. Mavzuyimiz ildiz kanallaridan instrumentda sinishi. Xo'p, asosan o'sha nikel titan fayllarini, rotatsion asboblarda o'sha paydo bo'lishi endodontiyada yangi davrda boshlab berdi. Lekin shu bilan birga turli xil asoratlarga olib keldi. Xo'p, asoratlar ko'p, lekin bugun bu bilan bu mavzu haqida gaplashamiz. Shoshilmasdan. Xo'p, ko'rib chiqadigan narsalarimiz instrument sinish sabablari, qanday sinadi, qanday xato qilsa sinadi, xato qilmasak ham sinishi mumkin. Xo'p, keyingisi sinishda mexanizmi, qanday mexanizmlari bor. Xo'p, fragmentni olish, demak, hamma usullarni yozib ko'rmaganman, ya'ni o'qilmagan, lekin asosiy va biz ishlatsa bo'layotgan usullarda yozib o'tilgan, keltirib o'tilgan. Va oxirisi oqibat va natija. Xo'p, kanaldan instrument sinish sabablari. Kanaldan instrument sinish sabablari juda ham ko'p, lekin eng asosiy sabab noto'g'ri foydalanish. Ya'ni fayllardan, даже instrumentdan noto'g'ri foydalanish. Bunga kiradi kanalni boshdan boshlaymiz. Kanalga dostуп ochishimiz kerak, kanallarni topishimiz uchun, instrument kirish uchun. Shu dostupni xato ochish. Ya'ni noto'g'ri dostуп ochish kanalni egilishiga, bukilishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, bitta instrumentdan ko'p marta foydalanish. Xo'p, o'zi bir nechta maqolalarda ko'rishimiz mumkin. Instrumentdan bir dona tish uchun 5 marta foydalanish mumkin maksimal. Lekin ko'p foydalanish sinishni oshiradi. Demak, 10 marta foydalanishingiz ham mumkin, lekin sinmadi deyishingiz mumkin, lekin
sinishni foizini oshiradi. Xo'p, keyingisi kanalni rentgenda ko'rib turishimiz kerak. Ko'rganimizdan keyin kanal egri ham tor. Unga birdan katta fayl tiqmaymiz. Ko'pchilik ko'radi, rentgenni qaraydi. Birdan 35 yoki 25, 30 fayl tiqadi-da, sinishga olib kelib qoladi bu ham. Sinishga olib keladi. Dastlab o'sha rentgenda ko'rish kerak. Kanalda ko'pchilik kanallar obliteratsiya bo'lishi mumkin, qayta davolash bo'lishi mumkin, egri bo'lishi mumkin. Kanalda proyeksiyasini yaxshilab ko'rib olish kerak rentgenda. Keyin mayda fayl kanallardan boshlash kerak. Izchil usulini o'lchashdi. Birdan katta fayl tiqish sinishini oshiradi. Xo'p, keyin instrumentga bosim berish. Kanalda demak instrumentni tiqdik. Kanalda mexanik ishlov beryapmiz. Jonli, ya'ni kuchli bosim bermasligimiz kerak instrumentda. Va keyingisi vrachni tajribasi ham rol o'ynaydi. Xo'p. Keyingisi xo'p. Apparatni aylanish tezligi endomotor. Xo'p, biz o'sha endomotor bilan ishlagan paytimizda proteperlarni o'zini instruksiyasida yozib qo'yadi. Qancha oborotda aylanish kerak minutiga, qancha bosim berish kerak. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Agar masalan biz ishlatayotgan ko'pchilik o'sha profillar, ya'ni rotatsion asboblar 300 minutiga aylanadi va bosim 2 yoki 3 bo'lishi mumkin. Undan oshirib yubormasligimiz kerak, chunki maksimalni yozadi. Ishlab chiqarish firmalarida har xil bo'ladi. Xo'p, keyin harakat turi. Asbob demak kanalning ichiga kirdi. Kirgandan keyin doimiy harakat qilib turmasligi kerak. Har zamonda irrigatsiya qilib turishimiz kerak. Xo'p, keyin tishlarning turiga ham bog'liq. Masalan, oldingi tishlarda kanallari to'g'ri, keng bo'ladi ko'pchilik holatlarda. Shunga ham boshida baribir rentgenga qarab ishni davom ettirish kerak. Demak, yuqoridagi omillarni biz inobatga olmasak, sinish foizi 0.4% dan 23% gacha oshishi mumkin. Hamma etaplarni ham bildik, hamma etaplarni to'g'ri qilyapmiz. Shu holatda ham kanalga instrument sinishi mumkin. Xo'p, ba'zi kitoblarda aytadi, yana qo'shimcha ma'lumot, fayllarni dizayniga ham bog'liq, ba'zi bir fayllarni. Xo'p, keyingisi. Endi aytamiz, qaysi ishlarda ko'proq uchraydi? Asosan ko'p ildizli ishlarda ko'proq uchraydi, oldingi tishlarga nisbatan. Oldingi tishlarda chunki kanal ko'pincha bitta bo'ladi, keng bo'ladi. Ko'p ildizli ishlarda kanalning konfiguratsiyasi har xil bo'ladi. Masalan, pastki malyarlarda ko'proq uchraydi sinish. Ko'proq medial kanallari egri bo'ladi. Shuning uchun foizi ko'proq. Bu ishlarda sinish foizini 5% tashkil qilar ekan. Xo'sh, keyingisi. Endi mana nega instrument sinadi? Xo'p, ikki xil mexanizm bor, ikki xil holatda sinadi. Birinchi xil holat siklik charchash yoki siklik fetich deb ataymiz, fetich. Xo'p, kanalga instrument kiradi, ko'proq egri kanallarda instrument kirdi. Kirgandan keyin kanaldagi tashqi qismi bor-ku, kanal tashqi qismi. Tashqi qismida kengayish, cho'zilish yuzaga keladi. Natijada kanal sinadi. Xo'p, ikkinchi mexanizm torsional fetich yoki tarsial, o'zbekchasiga tarjima qilganda tarsial charchash. Bunda to'g'ri kanallarni ham sindirib qo'yishimiz mumkin. Instrument tiqdik, tiqqandan keyin o'zi qo'limiz sezish kerak. Instrument tiqdik. Xo'p, o'zi tiraladi va buni kesib tashlaymiz. Xo'p, kanalga instrument tiqdik. Kanalni, ya'ni yuqori qismidan pastki qismiga qarab torayib boradi. Toraygan sohasiga faylimiz yoki o'sha rotatsion asbobimiz kelib tushdi. Tor bo'lsa, shu sohada qisish, siqilish yuzaga keladi. Biz yuqoridan aylantirgan paytimizda siqilgan joy yuqoridagi aylanish kuchini ko'tara olmay qoladi-da, fayl sinadi. Ya'ni instrument sinadi. Ya'ni bu sinish ko'pincha katta emas, kichikroq bo'lakka bo'ladi.
Mana bu sinishda biz bilmaymiz, kattaroq bo'lakka bo'linishi mumkin. Shuning uchun ham ikki xil sinishda aytib o'tsak bo'ladi. Hozir bir minut. Xo'p, bir pasda kelib qoldik. Singan instrumentni olish usullari. Xo'p, ikki xil usuldan foydalanamiz. Jarrohlik usuli bilan yoki jarrohlik usulisiz. Endi uni vrach taktikasidan keyin kanaldan instrumentni olishni qiyinligi yoki osonligiga qarab aniqlaymiz. Xo'p, jarrohliksiz usulda uni ham ikkiga bo'lsak bo'ladi. O'sha maxsus mexanik usul bor, keyin kimyoviy usul. Xo'p, mexanik usulda biz turli xil ekstraktorlardan, ilmoqli o'sha simli ilmoqlardan, keyin ultra tovushdan foydalanib instrumentni olishimiz mumkin yoki yonidan bypass qilib o'tishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi kimyoviy usul. Kimyoviy usulda maxsus eritmalar bo'ladi. Ko'p masalan natriy gipoxlorid. Xo'p, buni ham o'sha metallarni ko'rgan bo'lsalaring, ko'proq metalni solib, natriy gipoxloridni quyib qo'yilsa, korroziyaga uchratishi mumkin. Asosan zanglamay turgan metallarni emas, ko'proq pulpa ekstraktorlarni shunday ko'rishimiz mumkin yoki igna mullerni. Chunki ular zanglaydi-da, bir marta ishlatiladi, tashlab yuboriladi. Hop, bular bu usulda ko'proq eritmalar yordamida korroziyaga uchratamiz va singan instrumentni eritish ham mumkin. Hop, jarrohsizlik, ya'ni jarrohliksiz usulda biz ikkita usulni birga qo'shib ishlasak, yaxshiroq natijaga erishamiz. Hop, jarrohlik usuliga o'tadigan bo'lsak, jarrohlik usuli eng oxirgi chora jarrohlik usuli. Hop, bularga kiradi apikal jarrohlik, ildizni amputatsiyasi, biz aytib o'tdik ko'proq ikki ildizli, ko'p ildizlarda ko'proq uchraganligi uchun gemiseksiya, endi kamroq replantatsiya amaliyotini o'tkazsak bo'ladi. Jarrohlik usulini aytdik. Hop, endi ba'zi fragmentni sinish turlari. Hop, fragment sinish uch xil holatda bo'ladi. Ya'ni joylashgan joyi. Birinchisi kanalni yuqorigi 3dan 1 qismida sinishi. Mana ko'rib turibsizlar. Hop, ikkinchisi egriligida yoki kanalni o'rta qismida sinishi. Uchinchisi kanalni pastki 3dan 1 qismida sinishi. Pastki 3dan 1 qismida sinishi. Endi mana ko'rib turibsizlar, 3 ta joylashishini. Endi shuni davolashni ham muvaffaqiyatini o'lchasak bo'ladi. Demak, kanalni yuqorisida joylashgan bo'lsa, biz bilamiz kanalni yuqorisi keng, pastga qarab torayib boradi, yuqorida aytib o'tdim. Yuqorida demak, turli xil usullar yordamida instrumentni olishimiz mumkin yoki jarrohlik usuliga qilishimiz mumkin, gemiseksiya. Egriligida bo'lsa ko'proq qiyin, o'rta sohada egriligida bo'lsa muvaffaqiyat foizi pastroq va apex sohasida bunga nisbatan foizi juda pastroq hisoblanadi. Xo'p, endi ba'zi usullar haqida qisqacha aytib o'taman. Birinchisi braiding texnik. Xo'p, bunda birinchi kanalni ko'proq to'g'ri kanallarda foydalansak bo'ladi. To'g'ri kanalda fragment sindi. Fragment kanalni o'rta yoki yuqorigi 3dan 1 qismida singan holatda bu texnikani qo'llasak bo'ladi. Buni keyingi prezentatsiyalarda to'liq tushuntirganman. Buning uchun bir nechta kichik fayllardan olinadi. Fayllar kanalga kiritilib, hammasi qo'shilib, ya'ni buraladi. Ma'nosi ham burashda. Oradan birinchi joy ochiladi, fragmentni oldidan. Fayllar tiqiladi, 2 yoki 3 holatga qarab tiqilib buraladi. Ko'proq hash fayllardan tiqsak bo'ladi. Любой faylni tiqib buraladi, короче. Va yuqoriga ko'tarib olib tashlanadi. Hop, masteran kiti haqida gaplashamiz. Masteran kiti bu ham bunga o'xshagan, faqat to'g'ri kanallarda hamda kanalni o'rta qismida joylashgan bo'lsa, ishlatsak bo'ladi. Y kanallarda bu masteran kiti qo'l kelmaydi, ya'ni muvaffaqiyat foizi pastroq. Bunda o'zini maxsus tripani mavjud. Tripan yordamida fragmentni og'zi ochiladi, ya'ni koronka qismi ochiladi.
Keyin yonidan ham ozroq demak hop ekstraktor uchun yonidan joy ochiladi-da, ekstraktor tiqib ko'tarib olinadi. Hop, etish oson, lekin shunaqa usullar bor. Keyingi usul hozir eng zamonaviysi ultrasonik, ya'ni ultratovush yordamida bajariladi. Hamma etapda, demak, bundan tashqari Maseran kiti ultrasonik da demak instrument olmoqchi bo'lsak, har doim vizualizatsiya yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni vrachda mikroskop kamida binokulyari bo'lishi kerak olish uchun. Xo'p, chunki boshqa asoratlarni keltirib chiqarmaslik uchun ham yuqorida aytgan narsalarimiz bo'lishi kerak. Ultrasonik bilan bajarish ham Maseran kitini texnikasiga o'xshaydi. Kanaldan birinchi ultrasonik kirish uchun joy ochiladi, koronka qismi ochilib, uje Maseran kiti tiqiladi-da, Maseran kiti ultrasonik tiqiladi-da, teskari vibratsiya beriladi. Teskari vibratsiya, chunki fayl demak aylanib pastga kirgan bo'lsa, soat strelkasiga teskari vibratsiya berilib, yuqoriga ko'tariladi. Endi bu qisqacha usullar edi. Hop, keyingisi instrumentni olishga ta'sir qiluvchi omillar. Birinchisi shifokorning tajribasi va mahorati. Demak, hozir bitta instrument o'sha prezentatsiyani ko'rib, kitob o'qib, birdan masalan pasiyent og'zida sindi olaman deyish xato, chunki boshida olingan ishlarda faylni sindirib, shunda olishga harakat qilib ko'rish kerak yoki ustozlardan, kurslardan o'rganish kerak. Chunki boshqa asoratlarni olib kelishi mumkin. Keyingisi instrumentni o'lchami. Olishga instrumentni o'lchami ham juda katta ta'sir qiladi. Xo'p, instrumentni o'lchami, demak, kichik instrument sinsa, masalan, kichik bo'lsa, uni bypass qilishimiz mumkin. Ultratovush asboblari yordamida, bor yordamida maydalab fiz deyman. Eritmalarda yuvib chiqarib olishimiz mumkin. Yoki yuqorida aytib o'tgan burash usulini qo'llash maqsadga muvofiq. Xo'p, qancha uzun bo'lsa, olish shuncha yaxshi. Ayniqsa, ya'ni burash, braiding texnikada olish juda ham samarali hisoblanadi. Xo'p, kanalda joylashishi ham instrumentni olishga yaxshigina ta'sir qiladi. Hozir yuqorida ham aytib o'tdim, kanalda o'sha yuqori qismida joylashda muvaffaqiyat foizi yaxshi, ancha yaxshi. 69% degan, yuqori qismida agar sinsa, yuqorigi 3/1 qismida, o'rta qismida sinsa ham yaxshiroq, pastki qismida sinsa o'ylantiradigan vaziyat, lekin uni ham olsa bo'ladi. Xo'p, endi bu usulni to'liqroq gaplashamiz. Braiding texnik, burab olish usuli. Demak, fragmentni demak olish uchun, ko'rish uchun, yaxshi vizualizatsiya bo'lishi uchun hop yaxshilab o'sha borlar yordamida, keyin Getz-Gliden yordamida, qo'l fayllar yordamida, ultrasonik yordamida kengaytirib olinadi. Birinchi kengaytirib olinadi. Keyin mana bu fayl bypass qilinadi. Ya'ni faylni orasidan yonidan o'tishimiz kerak. Ushlash uchun. Bypass ham qildik. Agar masalan kichik diametrli bo'lsa, bypass amalga oshiriladi. Bypass ham qilib bo'lganimizdan keyin ikkita yoki 3 ta fayl tiqilib buraladi. Hammasini qo'shib teng buralish kerak. Teng buralib, yuqoriga ko'tarib instrument oladi. Xo'p, agar instrumentni olish imkon bo'lmasa, qo'l asboblari yordamida proteperda bas, chunki proteperda 3 ishlaydi, diametri katta. Ishchi qismi 3. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun qo'l asboblaridan foydalangan yaxshiroq. Iloji boricha bypass qilib o'tiladi. O'tilib, mexanik, keyin kimyoviy usullarda ishlov berilib, operatsiya qilinadi va kuzatiladi. Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, uni vaqt ko'rsatadi. Xo'p, endi case. Bu case'da o'zim tuzmaganman. Mualliflik huquqini naqlish uchun vrachdan so'raganman. Xo'p, ko'proq o'sha braiding texnikasi bilan gaplashdik. Braiding texnikasini amalga oshirishgan. Hop, pastki malyar tishimiz, mana ko'rib turishingiz mumkin. Hop, bu yerdan yaxshi ko'rinmabdi. Demak, surunkali apikal periodontit yuzaga kelgan, ya'ni qoniqarsiz o'sha endodontiya amaliyoti o'tkazilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin.
perforatsiya ham bor. Plus instrument singan. Instrumentning diametrini ko'ryapsizlar. Instrument diametri katta. Yuqorida aytib o'tdik, katta bo'lsa, olish ehtimoli, muvaffaqiyati yuqoriroq bo'ladi. Xo'p. Buni ochishdan oldin, demak, kafirdan toqiladi. Bu yerda kafirdan toqilgan, lekin klampi plastmassaligi uchun rentgenda ko'rinmagan. Xo'p. Mana kanallarga o'tildi. E'tibor bergan bo'lsalaring, orqaga qaytib turaylik. Obturatsiya bo'lgan kanallar yaxshi holatda emas. Demak, texnikani boshida aytdik. Biz instrumentni ko'rishimiz uchun, yaxshi vizualizatsiya bo'lishi uchun biz buni kengaytirib olishimiz kerak. Borlar yordamida, ultrasonikda, o'sha tipslar yordamida, Gates gliding yordamida kengaytirib olishimiz kerak. Demak, instrumentni ko'rdik. Bular ham xuddi shu mana usulda qo'llashgan. Keyin mana 3-4 ta fayl tiqilgan. Ko'rgan bo'lsalar ham 1, 2, 3, 4 ta fayl tiqilgan. 4 ta fayl tiqilib, o'sha braiding texnikasi, ya'ni burab olish texnikasini amalga oshirilgan. Va natijada hop, mana instrument apikal sohada edi, yuqoriga ko'tarilgan. Va uni tortib olishgan. Doktor Ma'mur ustozimizdan mualliflik huquqini so'radik. Telegram akkauntlari doktor Ma'mur, hammasini so'radik. Xo'p, maqsad batta men o'zim hali to'liq ishlab ko'rib, amaliyotda bajarganim yo'q, lekin shunaqa bo'lsa ham qilib turishibdi demoqchiman. Ozroq ma'lumot bo'lsin sizlarga demoqchiman. Xo'p, perfor bo'lgan bo'lsa ham mana kattagina tagida yallig'lanish bor. Bu yerda perfor bor, lekin baribir chit saqlab qolinyapti. Olib tashlangani yo'q. Baribir kuzatiladi. Xo'p, keyingi kesam uni ham ko'ramiz hozir. Xo'p, bu ham pastki jag, malyar tishlarda demak ko'proq uchraydi dedik. Malyar tish imенно egilgan yoki o'sha egri kanalda singan, apexda singan. Xo'p, fayl demak kichik fayldagi ko'rinib turibdi. Buni ham dastlab kafirdan bilan yaxshi izolyatsiya qilinadi. Yaxshi rasm bo'lmay qolibdi. Bu ham periodontit bilan kelgan, bu unaqa ham patsient ham. Iloji boricha buni olishda даже mikroskop ham egri kanalda ko'rsata olmaydi. Ikkita yo'l bor. Bypass qilish. Agar bypass ham qilib bo'lmasa, gemoseksiya, rezeksiya amaliyoti o'tkazilishi kerak edi. Lekin bypassga joy ochildi. Demak, mana instrument ko'rishlar mumkin. Instrument turibdi. Hop, tukbak qilinyapti batta va bu yerda obturatsiya qilinyapti. Bu Kimsanov Azbi akani keyslari, o'zlarining keysi. Mana instrument turibdi. Prosta tish olib tashlangani yo'qda, eski usul bilan tishni umrini uzaytirishyapti. Bu texnikalarni qo'llab. Baribir kuzatiladi, kuzatuvda bo'ladi patsient har 6 oyda. Hop, endi aytishimiz mumkin, texnikalarni ham bildik. Hop. Bular baribir texnikalarni qo'llaganimiz bilan, mikroskopimiz bo'lgani bilan ham biz instrumentni yanada chuqurroqqa kiritib olishimiz mumkin, torroq joyga. Hop, bu mana perforatsiyani xavfini oshiradi, ko'proq dentinni olib kelishga sabab bo'ladi. Hop. Kiravering. Kirib o'tirib olavering. Hop, dentinni ko'proq olib tashlashga sabab bo'ladi. Prognoz, ya'ni nima asorat beradi? Hop, dentinni ko'proq olamiz dedik, chunki biz instrumentni ko'rishimiz kerak-da, vizual. Dentinni ko'p olib tashlayapmiz. Imенно ikkilamchi instrument sinishi ham mumkin. Olish vaqtida, bypassga o'tish vaqtida bizda ikkilamchi, ya'ni boshqa instrumentni, o'zimizning instrumentimizni sindirib, yana boshqa asoratga olib kelishimiz mumkin. Keyingisi ildizli perforatsiyasi. Hop, dentinni ko'p olyapmiz, yaxshi vizualizatsiya yo'q. Ya'ni bosim bilan ishlab turibmiz. Ildiz perforatsiya bo'lishi mumkin. Hatto ildizni sinishi ham mumkin. Chunki ko'p dentinni olib tashlayapmiz biz. Даже vertikalni sinadi. Hop,
Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi hamma demak narsa ham, demak hamma holatda ham yomon narsa emas. Biz maqsad ishni umrini uzaytirish, kanaldan instrumentni olish, ololmagan bo'lsak ham harakat qilib ko'rish. Xo'p, instrument qaysi bosqichda singaniga qaraymiz. Xo'p, masalan, pasiyent keldi, o'tirdi, rentgenga gaplashildi, anamnez yig'ildi, rentgen qilindi. Qarasak, tagida o'zgarish bor. Xo'p, ishchi uzunligini o'lchash vaqtida instrumentni sinishi bor, lekin hamma etapni qilib, obturatsiyagacha tayyorladik. Даже obturatsiyada ham sinib qolishi mumkin. Shungacha tayyorladik, shu bosqichda sinishi bor. Shuning uchun ham qaysi bosqichda singaniga qaraymiz. Keyingisi pulpa hamda periapikal to'qimalarning oldingi holati. Demak, rentgen qilib ko'ramiz. Apikal sohada o'zgarish yo'qmi, bormi, shunga qaraymiz. Keyingisi instrumentni chiqara olamizmi yoki boshqa doktorga yuboramiz yoki bypass qilish holati. Xo'p. Endi muhim narsani aytmoqchiman. Даже maqolalarda ham, kitob oxirida kitobda ham ko'rsataman. Kitobda ham aytib o'tilgan. Biz sindirgan instrument infeksiya, ya'ni instrument kasallik keltirib chiqarmaydi. Mikroblar kasallik keltirib chiqaradi. Biz instrumentni olish bilan emas, mikroblarni yo'q qilishda, ya'ni mikroblarni bartaraf qilish bilan shug'ullanishimiz kerak. Masalan, kasal keldi, kanal tayyorlandi obturatsiyaga. Shu holatda, demak, instrument sindi, instrumentni bypass qildik yoki qilolmadik. Iloji boricha, demak, olish harakat qilinadi. Ja olib bo'lmasa, obturatsiya qilib kuzatiladi. Tish top tashlanmaydi-da, chunki kanaldan biz infeksiyani tozaladik, kanalni kengaytirdik, shu sohada agar sinsa. Lekin pasiyent keldi, ishchi uzunligini o'lchashda yoki turli xil usullarni qo'llashda, demak, erta bosqichida fayl sinsa, unda iloji boricha agar periodontit bo'lsa, instrumentni olish kerak. Ja olib bo'lmasa ham bypass qilish kerak. Ja u ham bo'lmasa, oxiri xirurgiyada rezeksiya, gemiseksiya, amputatsiya qilish kerak. Tish top tashlash kerak emas-da bu yerda. Xo'p, mana aytdim, buni ham davolashda o'sha instrumentni olish emas, mikrobni yo'q qilishga qaraydi. Chunki bizda asboblarimiz har doim sterilniy bo'lishi kerak, даже sterilli emas uni. Xo'p, keyingisi manbalarda aytaman. Coin'ning kitobi. Mashhur kitob bu ham, Pathways of the Pulp. Keyin hozir eng yangi chiqqan Endodontiyada Mahmud Torabinajatni Endodontics degan kitobi. Bu ko'proq usullarda yozgan, lekin undan ham ma'lumot olindi. Plus Solomonov va Olga opani kitoblaridan ma'lumotlar olindi. Tuzuvchi o'zim, tarjima qilgan o'zim. Endi ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, qarsak chalishlar shart emas. Ana o'chirib qo'yaylik. Gaplashsak bo'ladi.